Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun biz Buxoro shahar sentriga keldik desak ham adashmaymiz. Chunki bu yerda katta motorlar bor ekan. Bugun biz obzor qiladigan motor zavodi bor bu yerda. Chet davlatdan kelgan kimgadir motor kerak bo'lsa, bemalol kelib shu yerda olib, bosib berish, olib borib berish hammasini ko'rsatib o'tib obzor qilamiz. Biz bunda to'xtagan joyimiz hozir mana bu yerda Zapchast bozorga ketadigan yo'l, mana chorraha bor, Zapchast bozor ketadi. Bu yerda Xibekani yonida ana shunigina to'ngan joyda ana shu ro'parasida motorlar bor ekan. U traktorlar motori katta Daewoo emas, u katta motor erkaklari shu yerda. Biz obzorimizni boshladik. Qarang, ana motorlarni hozir yuklab, zakaz berilgan motorlarni olib ham ketishyapti. Mana katta motorlar. Bu yerda juda ko'p ekan. Motorlarning ham har xil turlari bor ekan. Shularni hozir bu yerda gaplashib, motor tushunadigan akalarimiz bilan gaplashamiz. Mana bu yerda hamma joy motor, ichkarida ham motor ko'p. Kiramiz jigarlar ichkariga. Aziz obunachilarimiz, mana ko'rib to'xtaganingizdek, mana chet davlatdan kelgan har xil mashinalar motori bu yerda bor. Xo'sh, mana bu motor korobkasi bilan, bu UAZ mashinalarga ham tushadi. Bu dizel. Dizel mashina, dizel salarkada yuradigan. Xo'sh, mana bu yerda hamma zapchastlargacha bor ekan mana. Mana ko'rsa Porsche, Dinamo, hamma narsasi bor ekan mana. Bemalol kelib motorni olib, bosib berish xizmatlari bormi? Ha, bor. Nomerlarimiz pastda qoldiramiz, joylarni. Bu yerda qanaqa qilib pul olasiz? Naqdmi, plastikmi, yo pul ko'chirishmi? Hammasidan bor. Demak, o'rtoqlar, pul ko'chirish yo'li bilan ham bo'ladi, naqdga ham bo'ladi, plastik bilan kelsangiz, plastik bilan ham o'taveradi. Bemalol kelib bosib berish xizmatlari, agar kelib aytsangiz, mashinani agar shu yerga olib kelaman desangiz ham yoki olib borib uyda bosaman desangiz ham, bemalol ustalar xizmat qilib beradi. Faqat kelishgan holda kelib gaplashaveradi. Bu yerda traktorlar motori, qanaqa traktorlar motori bor? Magnum Combine ekskavator. Hozirgi chiqqan zamonaviy traktorlar hammasiga bor ekan. Aziz obunachilarimiz, telefon nomerlari qoldiramiz. Telefon qilib, bemalol mana Nurillajonning o'zi telefonga javob berib, siz bilan gaplashib to'xtaydilar, kelasiz bemalol. Yana nima yangiliklar bor? Bu yerda motorlarni bir ko'rsataylik. Mana bu yerda bo'litlargacha bor ekan, bo'lit. Shuni hamma narsasi bor ekan. Buni var motor. Neslarga tushadi? Mana aziz obunachilarimiz yaqinroq kelib oling. Mana bu yerda benzinlik motorlar, Mers, gazellarga ham tushadi, Mers mashinalarga ham tushadi. Benzin bilan yuradigan motorlar mana bular. Xo'sh, bu tomonda zapchastlari sizga kelib mana havo filtr deysizmi, starter deysizmi, injektorlar, hamma narsa borda. Bu yerga kirsangiz, xohlagan narsani topib olishingiz mumkin. Orqa tomonda mana radiatorlar bor, konditsioner radiatorlargacha bor ekan, ana u konditsioner bo'lishi kerak. Konditsioner radiatorlargacha bor ekan. Lekin qo'yil o'rtoqlar, bunaqa joy men ko'rmagandim. Ham puli ham arzonroq kelishtirib, bir xil narx bo'lmaydi. Hech qayerda kelasiz, palonjon bo'ldi, ana bu palonjon desa, siz tortishib, kelishtirib, xuddi bozordagidek tortishib bemalol olaverasiz akalar. Xo'sh, nar tomonlarini ham hozir o'tib ko'ramiz. Biz sizga bu yerdagi yangiliklarni hammasini yetkazamiz. Obunachilarimiz, mana bu yerda ko'rib to'xtagansiz katta motorlar, havo mashinalariga ham tushadi. Keyin man degan mashina bor ekan, ana shularga ham tushadi. Mana shundagina olasiz, ana motorlar, Gazlik motorlar bor. Gazda yuradi, metanda. Injektorlar. Metanda injektorlar. Mana bu motorlar kattaligini qarang. Buni olasiz, shunigina qo'yasiz, tamom. Mashin tinq etmaydi, garantiyasi ham bor buni. Yazini bet ketaverasiz. Qanaqa?
Mantek esda qachondan Xitoy motorlar. Mana. Euro 5 motor. Euro 5. Endi buni traktor mingan, nima arab magnum mingan, shu katta mashinalar min yurganlar biladi. Havo mashinalariga aslida bizani Buxoromizda havo mashin ko'pda. Havo mashinalariga tushadigan motorlar ham bor ekan. Juda zo'r, bu kattaligini qarang. Ana bu yerda Magnum motorlar. Magnum motorlarimiz bor ekan mana bu yerda. Ana bu ventilyatormi bu? Bu sovutadi. Sovuqda. Ana Magnum motorlarimiz. Magnum motorlarga. Ekskavatorlarga adapter, отбойник, hamma narsalardan bor. Bular nimadi bular? Adapterlar. Adapter? Ekskavatorlar. Qaychilari. Отбойниklari bor. Silindrlari bor. Silinderlari. Mana silindrlarimiz. Xo'sh, mana bular ham sotiladigan hammasi. Sotiladigan katta ekskavatorni sotuvga qo'yganmiz shuni komplektlarni. Ana unga tushadigan nimami? Motorlar. O'shalar. Mana hozir aziz obunachilarimiz mana motorlarni yuklayaptilar. Bu ham shu O'zbekistonning qaysi burchagida bo'lsangiz bemalol telefon qilib so'rab, shu motorni ko'rib, videoda gaplashib ham ko'rishingiz mumkin. Mana motorlarni yuklab yotibdilar. Bu motorlarni nasib bo'lsa egasiga Toshkentga uzatyaptilar. Zakaz bo'lgani uchun uzatyaptilar. Agar 3 kubalik pag'urishlar motorlari bor. 3 kubalik 3 kubalik pag'urishlar. Ana bu 8 3 kubalik pag'urishlar. mana bu anaqa traktorlar bo'lib katta-katta shularga bosiladigan. Bularni endi traktor olib kelsa ham shu yerda ham bosib beraverasizlar. Farqi yo'q. Joyida ham bosib beramiz. O'sha joyni o'ziga olib borman. Azobunachilarimiz ana shu buni yuklash xizmatlari ham bor ekan mana bu mashinada yuklab olib borsangizda bu yuklarni o'zi bosib ham beradi. Yoqib berib chiroyli qilib ishlatib berib qaytadilar, xudo xolasa. Shunga kelsa bemalol kelaverasizlar. Mana shuncha motor ana Toshkentga nima qilgan ekanlar? Buyurtma berganlar. To'yda bo'lganda hammasini bitta fura gaplashib, ular Toshkentga uzatyaptilar. Xudo xolasa bu motorlarni olib borib, nechta motor bo'lsa bosib berib, keyin qaytishadi ular. Xo'sh, bu tomonimizda hammasi motorlar bor. Bular reklama qildik mana, ko'rib to'xtaganingizdek, gap so'z chiqmaydi. Hammasi zakonni chet davlatdan kelgan motorlar. Bu yerda katta-katta lekin ana shu motorlarga havasim ketdi. Iloj boricha shu Qarako'l, Olot, Jondor tumanida Buxoro shahrida havo mashinalari ko'pda, ko'ramiz doim havo mashinalari ko'p. Havo mashinalariga ham bemalol kelib nima qilishingiz mumkin. Telefon raqami aytib o'tasizmi? 94lik 94 kodi bilan 321 321 3886. 3886 telefoniga telefon qilasiz. Ukamiz o'zlari qoladilar, siz bilan gaplashadilar. Yana biz pastda ham qoldiramiz. Aytib o'tamiz, bu yeri shu Kanichkani oxiri Zapchas bozoriga ketadigan chorrahani Xebekani yonginasida, to'g'risida, ro'paro'yida. Chorrahani yonginasida telefon qilsangiz, lokatsiyalarni tashib beradilar. Bemalol kelib, shu yerda ko'rib olishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang, bizda hali yangiliklar ko'p, obzorlarni ko'p qilamiz. Qani jigarlar, bosdik, like bering. Tarqatamiz videolarni. Sog' bo'ling.